skaner qilyapsanmi? To'xtab tur. Endi bu yerga yetib keldim. Oxirigacha ko'rib olay. Ko'rib bo'lgandan keyin Telegramdan fayl qilib taylab ol. Nimaga? Kashfasi zo'r bo'ladi-da. Kelaylar. Usta chaqirgan ekansiz. Nimangizni o'xshatish kerak? Tushunmadim. Uyingizda nimasini o'xshatish kerak? Kelaylar, tushuntiraman. Uyi zo'r ekan. Bu yo'lga kirib ketishingizga nima sabab bo'lgan? Nima? Ha, maqsadga o'taylik. Nimani o'xshatish kerak? Xo'p, xullas hozir Ispaniyaga kiramiz. Ana, boshlandi. Hozir ichkari kiramiz. Eshik taqillaydi, erim keldi deydi, pul so'raydi, shantaj qiladi. Ishoning, shantaj qilaman desam, puli bor odamlarni shantaj qilaman. Sizlarni nimalaringni ham shantaj qilardim. Bunisi ham to'g'ri lekin. Ketdik, ishni ko'rak ha. Xullas, Ispaniyadan nima ish qilish kerak, ha? Shkaflarim eshiklari buzilib qolgan, o'shani to'g'rilab berish kerak. Davay. Wow! Ha? Shkafni ichida so'ngmi? Opa narsalarni asaha. Hey! Onasini emsin, bizning tilda qaydan biladi bu? Odam charchab ketdi, bir 5 minut dam olaylik. To'g'ri aytasiz, usta. Onasini emsin. Bu nima edi? Menimcha gul qo'yayotgan vazaga o'xshayapti-da. Shilankachi. Ha, shilanka bilan suv qo'yar gulga. Gap yo'q. Monosi nima? Bonoki. Ha? Qarang. Ha. Давай. Usta qaydasiz? Opa? Bu usta yana ishini boshladi-da. Ha, mayli. Qo'shnilar bezovta bo'lmasin.